Siz har kuni dori ichasiz, lekin ratsioningizda o'sha dorini bekor qiladigan ovqatlaringiz bor. Yeydigan mahsulotlar bor. Adenomasi bor erkaklarning aksariyati mana shu haqida bilmaydi. Bugun raqamlar bilan tibbiy jihatdan bu narsani tushuntirib bermoqchiman. Prostata adenomasi bu faqat keksalarda muammosi emas. 40 yoshdan keyin har ikkinchi erkakda prostata bezida o'sish boshlanadi. 60 yoshda esa har 3 tadan 2 tasida o'sha adenoma bor. Erta davrlarida dori-darmon yordam beradi, lekin muammo jiddiylashgan sari uni operatsiyasiz davolab bo'lmaydi. Lekin mana shu ikkala holat uchun ham ovqatlanishdagi ratsionni to'g'rilash va kerakli mahsulotlarni kerakligicha iste'mol qilish eng katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Men qabulga kelgan erkaklardan har doim so'rayman, nima iste'mol qilasiz? Ko'pchilik javob bera olmaydi. Bugun shu savolga men javob beraman. Avval tushunishimiz kerak, prostata o'zi nima uchun o'sadi? Ya'ni prostata bezini o'sishini asosiy mexanizmi bu dihidrotestosteron degan bir modda. Bu aynan mana shu biz bilgan testosterondan hosil bo'ladigan gormon hisoblanadi, bo'lli aktivroq hisoblanadi va u prostata hujayralarini o'sishiga sabab bo'ladi. Ovqatlanish bu jarayonga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Ya'ni aynan o'sha dihidrotestosteronni ko'tarib berishi mumkin tarkibidagi mahsulotlar. Shu asosda mana shu tavsiyalarni ko'rib chiqamiz. Qat'iy, lekin shoshmasdan e'tibor beringlar. Go'sht mahsulotlari dihidrotestosteron sintezini kuchaytirib beradi. Bu narsani tadqiqotlarda ham ko'rsatilgan, ya'ni ko'p qizil go'sht iste'mol qiladigan erkaklarda adenoma progressiyasining rivojlanishi tezroq bo'ladi. Spirtli ichimliklarni to'liqligicha to'xtatish kerak. Alkogol jigar funksiyasini buzadi. Jigar esa gormonlar almashinuvini boshqaradigan a'zo hisoblanadi. Buzildi, demak dihidrotestosteron balansirovkadan chiqdi degani. Yog'li va qovurilgan taomlarni ham minimallashtirishimiz kerak. Ya'ni ular sistematik yallig'lanishni oshirib beradi. Prostata to'qimasi yallig'lanishga sezgir bo'ladi. Shuning uchun bu narsaga ahamiyat berish kerak. Kofein hamda o'tkir qilib damlangan choy mahsulotlari ham bizda asosiy sababchilardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bulardan ham ehtiyotkorona foydalanishimiz kerak. Bular siydik qopini qisqaruvchanligini kuchaytirib beradi va natijada adenomada siydik chiqarish qiyinlashishi, tezlashishi va shunga o'xshash simptomlarni kuchaytirib berishi mumkin. Endi sizlarga tavsiya qilinadigan mahsulotlarga o'tamiz. Ya'ni pomidor hamda uni tarkibidagi likopin moddasi. Likopin bu kuchli antioksidant hisoblanadi. Prostata to'qimasini himoya qilish uchun xizmat qiladi. Pishirilgan pomidor yangisidan samaraliroq bo'lishi mumkin. Sababi issiqlik likopinni faollashtirib beradi. Baliq hamda omega 3 bu yallig'lanishga qarshi yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Haftasiga 2-3 marta dengiz mahsulotlarini iste'mol qilishlik bu ham o'z navbatida prostata uchun yaxshi xizmat qiladi. Keyingisi soya mahsulotlari, izoflavonoidlar, ya'ni dihidrotestosteron faolligini pasaytirib beradi. Tofu, soya suti bular klinik tadqiqotlarda aynan mana shu modda uchun ijobiy ta'sir ko'rsatishi isbotlangan. Sabzavotlar, ayniqsa mana shu brokoli, gulkaram yoki karam, indol 3 karbinol moddasi bo'lganligi uchun gormon balansiga ta'sir qiladi. Prostata uchun himoya vazifasini o'taydi. Bundan tashqari rux moddasi. Prostata organizmda rux konsentratsiyasi eng yuqori bo'lgan a'zo hisoblanadi. Kamchiligi to'g'ridan-to'g'ri adenoma progressiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Qo'ziqorin, har xil qovoq urug'lari, dukkakli mahsulotlar bular aynan mana shu rux elementiga eng yaxshi boyitilgan manbalardan biri hisoblanadi. Vazn bu alohida mavzu. Ya'ni semizlik, estrogen va dihidrotestosteron balansini buzib qo'yadi. Prostata uchun bu to'g'ridan-to'g'ri risk omili bo'lishi mumkin. Suvni kam ichish ham xavfli hisoblanadi. Ko'pchilik o'ylaydi, kam ichsam kam aziyat chekaman, ko'p hojatga kirmayman deb o'ylaydi. Aksincha, konsentratsiyalangan siydik qovoq va prostataga zarar qilishni boshlaydi. Kuniga kamida 1,5 litr suv ichish kerak. Kechqurun cheklash mumkin, lekin kunduz kuni to'liq suv balansini tiklashingiz mumkin. Endi umumlashtirib berishim mumkin. Mana nimalarni cheklash kerak? Qizil go'sht, alkogol mahsulotlari, qovurilgan taomlar, kofeinlarni cheklang. Lekin kundalik hayotingizdagi ratsioningizga pomidor, baliq, soya, brokoli, rux hamda shunga o'xshash mahsulotlarni qo'shishlik bu sizlar uchun, prostata uchun qandaydir darajada ham davo, ham profilaktika rolini o'ynashi mumkin. Yana bir muhim narsa, aytganimizdek, vaznni nazorat qilishimiz kerak, suvni to'g'ri tartibga solishimiz kerak. Bu tavsiyalar dori o'rnini bosmaydi, lekin dori samaradorligini sezilarli darajada oshirib berishi fanda isbotlangan. Xo'p, agar adenoma tashxisi qo'yilgan bo'lsa va davolash haqida savollar bo'ladigan bo'lsa, yoki izohlarda yozib qoldiringlar yoki quyida raqamlar qoldiriladi. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol so'rashingiz mumkin.